Men Sanoyeva Kamola 30-davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida tarbiyachi lavozimida ishlab kelmoqdaman. Hozirgi davr talabiga ko'ra har bitta sohada IT, ya'ni kompyuter savodxonligi juda ham kerak. Bizning sohamizda ham kerak bo'lganligi sababli men Navoiy shahar sensorikada kompyuter o'rganish uchun keldim. Bu yerda Hasanov Javlonbek ustozimiz bizga Excel, PowerPoint, Word dasturlarida ishlashni o'rgatyaptilar. Men bundan juda ham xursandman. Bu yerga kelganimda kompyuterdan xabarim yo'q edi, ishlashni bilmas edim. Ammo o'qishning yordamlari bilan va bu yerda ishlaydigan barcha o'qituvchilarning yordami bilan ko'p narsani o'rgandim. Men bundan juda ham xursandman. Bu yerda qulay sharoitlar va eng zamonaviy kompyuterlar bor. Bu kompyuterlarda biz barcha dasturlar orqali ishlashni o'rganyapmiz. Barchaga kelib o'rganishlarini, o'qishlarini tavsiya etaman.